Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizning e'tiboringizni juda jiddiy va dolzarb bir mavzuga qaratmoqchiman. Bu savol ko'pchilikni, ayniqsa keksa yoshdagilarni tashvishga soladi. Vafotingizdan keyin kvartirangiz tortib olinishi mumkinmi? Pensionerlar, ayniqsa sizlardan iltimos qilaman. Bugungi videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, har bir oila uchun o'ta muhim. Bu qanday holatlarda sodir bo'lishi mumkinligini, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini va nimalar qilishingiz lozimligini batafsil tushuntirib beraman. Va'da beraman, bu ma'lumot sizning mulkingizni himoya qilishda juda katta yordam beradi. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu siz uchun hech narsa emas, ammo biz uchun katta motivatsiya. Muammoning mohiyati. Avvalgi davrlarda, hatto yaqin o'tmishda ham mulkni meros qilib olish jarayoni ancha sodda edi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Odatda vafot etgan shaxsning mol-mulki, shu jumladan kvartirasi ham to'g'ridan-to'g'ri yaqin qarindoshlariga o'tardi. Agar vasiyatnoma bo'lmasa, qonun bo'yicha merosxo'rlar aniqlanar edi. Masalan, bolalar ota-onadan, xotindan, xotin erdan muammosiz qabul qilib olardi. Kvartiraga bo'lgan huquq deyarli shubhasiz edi. Chunki jamiyatda moliyaviy majburiyatlar va shartnomaviy munosabatlar hozirgidek murakkablashmagan edi. Kommunal to'lovlar, qarzlar va boshqa majburiyatlar garchi mavjud bo'lsa-da, mulkni tortib olish uchun doim ham asos bo'la olmas edi. Ko'pincha kichikroq qarzlar merosxo'rlar tomonidan yopilib, muammo hal qilinardi. Biroq bugungi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgargan. Iqtisodiy munosabatlar murakkablashgan, kreditlar va moliyaviy majburiyatlar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Qonunchilik ham shu o'zgarishlarga moslashmoqda va ko'pgina masalalarga yanada qat'iy yondashuvlar joriy etilmoqda. Endi nafaqat yirik bank kreditlari, balki oddiy kommunal to'lovlar, soliqlar yoki shartnomaviy majburiyatlar ham mulkni yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar ba'zan bilmasdan yoki ishonib turli shartnomalarga imzo chekishlari yoki o'z vaqtida majburiyatlarni bajarmasliklari oqibatida vafotlardan keyin mulklari xavf ostida qolishiga sabab bo'lishlari mumkin. Bu albatta ularning merosxo'rlariga ham katta muammolar tug'diradi. Masalan, hayot bo'yi ta'minlash sharti bilan mulkni berish yoki renta kabi shartnomalar, shuningdek uzoq yillar davomida to'lanmagan kommunal to'lovlar yoki boshqa qarzlar ba'zan vasiyatnomani ham bekor qilib, mulkni boshqa shaxslarga o'tkazishga yoki davlatga o'tkazilishiga asos bo'lishi mumkin. Aynan shu murakkabliklarni bugun batafsil ko'rib chiqamiz. Batafsil tahlil. Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak va kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Keling endi mulkingiz vafotingizdan so'ng tortib olinish xavfi ostida qoladigan aniq holatlarni ko'rib chiqaylik. Kimlar ayniqsa hushyor bo'lishi kerak va kimlar nisbatan xavfsizroq vaziyatda? Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda katta miqdorda qarzga ega bo'lganlar. Bular nafaqat bankdan olingan kreditlar, balki kommunal to'lovlar, gaz, svet, suv, uy-joy kommunal xizmatlari uchun soliqlar yoki hatto jismoniy shaxslardan olingan qarzlar bo'lishi mumkin. Agar bu qarzlar yillar davomida to'lanmagan bo'lsa va miqdori sezilarli darajada oshgan bo'lsa, u holda vafotingizdan so'ng sizning merosxo'rlaringiz ushbu qarzlar bilan birga mulkingizni ham meros qilib oladilar. Agar merosxo'rlar qarzni to'lashdan bosh tortsalar yoki uni to'lashga qurbi yetmasa, kreditorlar, bank, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, soliq idorasi yoki jismoniy shaxs sud orqali mulkni tortib olishni talab qilishlari mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi 78 yoshli Gulnora opa misolini keltiraylik. Uning turmush o'rtog'i erta vafot etgan, farzandlari chet elda ishlagan va uzoq yillar davomida onasidan xabar olmagan. Gulnora opa yolg'iz yashab, nafaqasi faqat o'ziga yetardi. Kommunal to'lovlarni to'lashga qiynalardi. 10 yil ichida uning kvartirasi uchun kommunal xizmatlar bo'yicha qariyb 30 million so'm qarz yig'ilgan. Gulnora opa vafot etganida uning farzandi merosga da'vo qilishdi. Lekin bu qarz bilan birga kelgan meros edi. Agar farzandlar qarzni to'lashdan bosh tortsalar, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sudga murojaat qilib, kvartirani qarzni qoplash hisobiga sotishni talab qilishi mumkin. Bu real xavf. Ikkinchidan, hayot bo'yi ta'minlash sharti bilan mulkni berish, pожизненное содержание с иждивением yoki renta kabi shartnomalarni imzolagan shaxslar. Bu shartnomalar ayniqsa keksa yoshdagi yolg'iz fuqarolar orasida keng tarqalgan bo'lib, unda bir shaxs renta oluvchi o'z mulkini, masalan, boshqa shaxsga renta beruvchi o'tkazadi. Buning evaziga renta beruvchi umri davomida
unga moddiy va maishiy xizmatlar ko'rsatadi. Muammo shundaki, agar renta beruvchi, mulkni ta'minlovchi shaxs o'z majburiyatlarini lozim darajada bajarmasa yoki shartnoma qoidalari noto'g'ri tuzilgan bo'lsa, vafotingizdan keyin kvartirangiz merosxo'rlaringizga o'tmasligi mumkin. Masalan, 7 yoshli Toshpo'lat aka kvartirasini qo'shnisi Azimga hayot bo'yi ta'minlash sharti bilan berish to'g'risida shartnoma imzoladi. Shartnomada Azim Toshpo'lat akaga har oy 2 million so'm pul to'lash, ovqatlantirish va tibbiy xizmat ko'rsatish majburiyatini olgan edi. Toshpo'lat aka vafot etgandan so'ng uning yagona o'g'li otasining kvartirasini meros qilib olishga harakat qildi. Ammo u Azim bilan tuzilgan shartnoma tufayli bunga erisha olmadi. Kvartira Azimning mulkiga aylandi. Chunki shartnoma qonuniy edi va Azim o'z majburiyatlarini to'laqonli bajarganini isbotlay oldi. Bunday shartnomalar katta xavf tug'diradi. Chunki ular juda murakkab va noto'g'ri tuzilganda ko'plab huquqiy nizo keltirib chiqaradi. Uchinchidan, aniq merosxo'rlar bo'lmaganlar yoki vasiyatnoma tuzmaganlar. Agar sizning yaqin qarindoshlaringiz, bolalar, turmush o'rtoq, ota-ona, turmush o'rtoq bo'lmasa va siz vasiyatnoma tuzmagan bo'lsangiz, egasi yo'q mol-mulk va morochное имущество deb topilib, davlat mulkiga o'tishi mumkin. Bu ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksa fuqarolar uchun dolzarb. Ya'ni agar sizning qonuniy merosxo'rlaringiz bo'lmasa yoki ular merosni qabul qilishdan bosh tortsalar va vasiyatnoma ham bo'lmasa, hech kim sizning kvartirangizga da'vo qilmasa, u davlat mulkiga aylanadi. 4-dan, mulki garovga qo'yilganlar. Agar sizning kvartirangiz bankda kredit uchun garov sifatida turgan bo'lsa, masalan, ipoteka krediti va siz vafot etganingizda kredit to'lanmagan bo'lsa, bank qarzni undirish maqsadida mulkni tortib olishga haqli bo'ladi. Merosxo'rlar qarzni to'lashga majbur bo'ladilar yoki kvartiradan mahrum bo'ladilar. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi, lekin baribir ehtiyot bo'lish kerak. Birinchidan, mulkini rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tkazgan, hech qanday qarz majburiyati bo'lmagan, aniq va ishonchli merosxo'rlarga ega bo'lgan shaxslar. Agar sizning kvartirangizga egalik huquqingiz tasdiqlangan hujjatlar, kadastr hujjatlari, order, oldi sotdi shartnomasi bo'lsa, kommunal to'lovlar va boshqa soliqlar bo'yicha qarzlaringiz bo'lmasa va sizning qonuniy merosxo'rlaringiz, bolalar, turmush o'rtoq, ota-ona mavjud bo'lsa, u holda mulkingizning tortib olinish xavfi juda past bo'ladi. Merosxo'rlar vafotingizdan so'ng qonunda belgilangan tartibda mulkni rasmiy ravishda qabul qilib olishlar kifoya. Ammo shunga qaramay, bu holatda ham vasiyatnoma tuzish ortiqcha bo'lmaydi. Bu merosxo'rlar o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday kelishmovchiliklarning oldini oladi va mulkning qonuniy tartibda o'tishini ta'minlaydi. Masalan, bir oilada 3 farzand bo'lsa va ularning ota-onasi vasiyatnoma tuzmasa, mulk teng ulushlarda taqsimlanadi. Agar ota-ona bitta farzandga ko'proq ulush berishni xohlasa, vasiyatnoma tuzish shart. Ikkinchidan, kvartirasi yagona uy-joy hisoblangan va minimal darajada qarzga ega bo'lgan shaxslar. Ba'zi hollarda agar qarz miqdori unchalik katta bo'lmasa va kvartira yagona uy-joy hisoblansa, sud uni darhol tortib olishga shoshilmaydi. Ba'zan qarzni to'lash uchun muddat berilishi yoki qarzning mulkning umumiy qiymatiga nisbatan juda kichik qismi bo'lsa, uni boshqa yo'l bilan undirishga harakat qilinishi mumkin. Ammo bu doim ham kafolat emas. Shuning uchun har qanday qarzni o'z vaqtida yopish maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, mulkingizning kelajagi bo'yicha xotirjam bo'lish uchun har doim o'z moliyaviy ahvolingizni nazorat qiling. Barcha shartnomalarni diqqat bilan o'rganing va shubhali shartnomalarga imzo chekmang. Va albatta merosxo'rlaringiz bilan doimiy aloqada bo'ling va ularni barcha moliyaviy masalalardan xabardor qiling. Istisnolar, tuzoqlar va ko'rinmas jihatlar, endi esa mulkni meros qilib olishda uchraydigan istisnolar, e'tibordan chetda qoladigan tuzoqlar va kamdan kam holatlarda uchraydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlar sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar. Biri qonuniy himoyalangan merosxo'rlar. Hatto vasiyatnoma mavjud bo'lgan taqdirda ham ba'zi shaxslar qonun bo'yicha majburiy ulushga ega bo'ladilar. Bular voyaga yetmagan bolalar. Mehnatga layoqatsiz turmush o'rtoq, ota-onalar va boqimandalar. Agar vasiyatnomada bu shaxslarga mulkning kamida qonun bo'yicha ulushining yarmidan kam bo'lmagan qismi qoldirilmagan bo'lsa, ular sud orqali o'zlarining majburiy ulushlarini talab qilishlari mumkin. Masalan, 75 yoshli Murod aka ikkinchi xotiniga butun kvartirasini vasiyat qildi. Lekin uning birinchi nikohidan 15 yoshli o'g'li bor edi. Ota vafot etganidan so'ng
voyaga yetmagan o'g'li qonuniy majburiy ulushini talab qilishga haqli bo'ladi. Sud kvartiraning ma'lum bir qismini bolaga ajratib beradi, chunki u voyaga yetmagan va himoyaga muhtoj. Bu vasiyatnomaning umumiy qoidalaridan istisno hisoblanadi. 2. Nikoh davrida orttirilgan mulk. Agar kvartira nikoh davrida sotib olingan bo'lsa, u er-xotinning umumiy birgalikdagi mulki hisoblanadi. Hatto mulk faqat birining nomida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa ham, ikkinchi turmush o'rtog'i bu mulkning yarim ulushiga ega bo'ladi. Vafot etgan shaxs faqat o'zining ulushini vasiyat qila oladi. Qolgan yarim ulush avtomatik ravishda tirik turmush o'rtog'iga o'tadi. Masalan, 65 yoshli Zuhra xola va uning eri 40 yil birga yashashdi. Ular nikoh davrida sotib olingan kvartirada istiqomat qilishdi. Eri vafot etgandan keyin kvartira faqat erining nomida bo'lishiga qaramay, Zuhra xola qonun bo'yicha kvartiraning yarim ulushiga egalik huquqiga ega bo'ladi. Erining o'z ulushi esa merosxo'rlar o'rtasida taqsimlanadi. Merosxo'r bo'lishdan voz kechish. Merosxo'rlar, shu jumladan majburiy ulushga ega bo'lganlar ham merosni qabul qilishdan voz kechishlari mumkin. Ba'zida bu katta qarzlar bilan bog'liq bo'lsa, ba'zida esa shaxsiy sabablarga ko'ra ro'y beradi. Tuzoqlar. Bir noto'g'ri tuzilgan vasiyatnoma. Vasiyatnoma notarial tasdiqdan o'tmagan bo'lsa, unda noaniq jumlalar bo'lsa yoki uni tuzishda shaxsga bosim o'tkazilganligi isbotlansa, vasiyatnoma haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Bu holda mulk qonun bo'yicha merosxo'rlarga o'tadi. Masalan, taqdimin yoshli keksa ayol qo'shnisining tazyiqi ostida kvartirasini unga vasiyat qilib bergan. Ayolning farzandlari bu holatni sudga isbotlab, vasiyatnomani haqiqiy emas deb topishga muvaffaq bo'lishgan. 2. Yashirin qarzlar. Ba'zida marhumning kreditlari yoki majburiyatlari haqida merosxo'rlar bilmasliklari mumkin. Kredit kartalaridagi qarzlar, qarz tilxatlari, garov shartnomalari yashirin bo'lishi mumkin. Merosni qabul qilishdan oldin marhumning barcha moliyaviy majburiyatlarini aniqlash juda muhim. Agar bu qarzlar aniqlanmasa va meros qabul qilib olinsa, merosxo'rlar ushbu qarzlarni to'lashga majbur bo'ladilar. Firibgarlar va qora rieltorlar. Ayrim shaxslar keksa va yolg'iz odamlarning ishonchidan foydalanib, ularning o'z mulklarini, masalan, hayot bo'yi ta'minlash sharti bilan mulkni berish yoki boshqa turdagi shartnomalar orqali o'z nomlariga o'tkazishga majburlashadi. Bunday shartnomalarda ko'pincha keksa fuqaroning huquqlari to'liq himoyalanmagan bo'ladi. Keyinchalik bu holat sudlarda uzoq va murakkab nizolarga sabab bo'ladi. Ko'rinmas shartlar. Bir qarzning muddatining o'tib ketishi. Srok iskoy davnosti. Qarzni undirish bo'yicha belgilangan muddatlar mavjud. Odatda 30 yil. Agar kreditor bu muddat ichida qarzni undirishga harakat qilmagan bo'lsa, merosxo'rlar sud orqali qarzni to'lashdan voz kechishlari mumkin. Ammo bu har bir holatda individual ko'rib chiqilishi kerak va huquqiy maslahat talab etiladi. 2. Merosni qabul qilish muddati. Merosni qabul qilish uchun qonuniy muddat belgilangan, odatda 6 oy. Agar merosxo'rlar bu muddat ichida merosni qabul qilish uchun notariusga murojaat qilmasalar, ular o'z huquqlarini yo'qotishlari mumkin. Agar merosxo'rlar sababli muddatni o'tkazib yuborgan bo'lsa, ular sud orqali muddatni tiklashni so'rashlari mumkin. Ammo bu juda qiyin jarayon o'ti. Mulkning umumiy qiymati va qarzlar. Merosxo'rlar faqat mulkning qiymati doirasida qarzlar uchun javobgar bo'ladilar. Agar qarz miqdori merosning qiymatidan oshib ketsa, merosxo'rlar o'z shaxsiy mulklari bilan javob bermaydilar. Ya'ni, agar merosning umumiy qiymati 100 million so'm bo'lsa va qarz 1 million so'm bo'lsa, merosxo'rlar faqat 100 million so'm miqdoridagi qarzni qoplashga majburdirlar. 4. Davlatga o'tadigan mulk. Agar hech kim merosni qabul qilmasa yoki merosxo'rlar bo'lmasa, mulk egasi yo'q, mulk sifatida davlat mulkiga o'tadi. Bu holda mahalliy hokimiyat organlari sud orqali mulkni o'z balanslariga o'tkazishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun merosxo'rlarning bo'lishi va ularning merosni qabul qilishlari juda muhimdir. Bu jihatlarni bilish sizning mulkingizni himoya qilish va kelajakdagi muammolarning oldini olish uchun asosiy qadamdir. Har qanday shubha yoki noaniqlik yuzaga kelsa, mutaxassisga murojaat qilishdan tortinmang. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Hurmatli do'stlar, endi eng muhim qismga keldik, amaliy maslahatlar. Yuqorida sanab o'tilgan muammolarning oldini olish uchun bugunoq nimalar qilishingiz mumkin? Quyida aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Hujjatlaringizni ko'zdan kechiring va tartibga soling. Mulk hujjatlari. Kvartirangizga egalik huquqini tasdiqlovchi barcha hujjatlarni,
kadastr hujjatlari, oldi sotdi shartnomasi, order yoki boshqa hujjatlar. Toping va ularning haqqoniyligini tekshiring. Ularni bir joyga jamlang va xavfsiz joyda saqlang. Kommunal to'lovlar. Gaz, svet, suv, uy-joy kommunal xizmatlari bo'yicha qarzdorligingiz bor-yo'qligini tekshiring. Barcha kvitansiyalarni yig'ing va to'lovlarni muntazam ravishda amalga oshiring. Agar qarzingiz bo'lsa, uni imkon qadar tezroq to'lang. Kredit shartnomalari. Agar bankdan yoki boshqa shaxslardan kredit olgan bo'lsangiz, shartnomalarni sinchiklab o'rganing. Kredit qoldig'ini, garov shartnomasining shartlarini va to'lov muddatlarini aniqlang. Boshqa shartnomalar. Agar siz hayot bo'yi ta'minlash sharti bilan mulkni berish yoki renta kabi shartnomalarni imzolagan bo'lsangiz, ularning barcha bandlarini diqqat bilan o'qib chiqing. Shartnomani bajarmaslik yoki noto'g'ri bajarish oqibatlarini tushunib oling. Agar shartnoma shartlariga rioya qilinmayotgan bo'lsa, darhol choralar ko'ring. 2. Qarzlaringizni yoping. Muntazam to'lovlar. Kommunal to'lovlar va boshqa majburiy to'lovlarni har oy o'z vaqtida amalga oshiring. Bu mayda muammolarning katta muammolarga aylanishining oldini oladi. Mavjud qarzlarni hal qilish. Agar katta qarzingiz bo'lsa, uni to'lash bo'yicha reja tuzing. Bank bilan muzokaralar olib borib, qarzni qayta tuzish, restrukturizatsiya imkoniyatini ko'rib chiqing. Agar qiynalayotgan bo'lsangiz, yuridik maslahatchi bilan gaplashing. Ba'zi hollarda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Vasiyatnoma tuzing. Nega kerak? Vasiyatnoma sizning mulkingiz vafotingizdan so'ng kimga va qaysi nisbatda o'tishini aniq belgilaydi. Bu merosxo'rlar o'rtasida kelishmovchiliklarning oldini oladi va mulkning siz xohlagandek taqsimlanishini ta'minlaydi. Qanday tuzish kerak? Notariusga murojaat qiling. Faqat notarial tasdiqlangan vasiyatnoma yuridik kuchga ega bo'ladi. Vasiyatnomada mulkning aniq manzili, merosxo'rlarning to'liq ma'lumotlari va ularga qoldiriladigan ulushlar aniq ko'rsatilishi kerak. Qachon yangilash kerak? Hayotiy sharoitlar o'zgarganda, masalan, yangi farzand tug'ilganda, nikohdan o'tishda, mol-mulk sotib olishda yoki sotishda vasiyatnomani yangilash tavsiya etiladi. 4. Yuridik maslahat oling. Murakkab shartnomalar. Agar sizga hayot bo'yi ta'minlash sharti bilan mulkni berish yoki renta kabi shartnomalarni imzolash taklif qilinsa, notariusga yoki advokatga murojaat qilmasdan hech qachon imzo chekmang. Ular shartnomaning barcha nozik jihatlarini tushuntirib berishadi va sizning huquqlaringiz himoyalanganligiga ishonch hosil qilishadi. Nizolar. Agar mulk bo'yicha nizolar yuzaga kelsa yoki siz o'zingizni qandaydir firibgarlik qurboni deb hisoblasangiz, darhol advokat bilan bog'laning. 5. Oilangizni xabardor qiling. Ma'lumot almashish. Yaqin qarindoshlaringizni, farzandlaringiz, turmush o'rtog'ingiz, mulkingiz, qarzlaringiz va vasiyatnomangiz haqida xabardor qiling. Hujjatlar qayerda saqlanayotganini ularga ayting. Bu siz vafot etganingizdan so'ng merosxo'rlaringizga mulkni qabul qilish jarayonini ancha osonlashtiradi. Ishonchli shaxs. Agar ishongan shaxsingiz bo'lsa, unga barcha muhim ma'lumotlarni berib qo'ying. 6. Hamma narsani hujjatlashtiring. Yozma dalillar. Barcha to'lovlar, shartnomalar va kelishuvlar bo'yicha yozma dalillarni saqlang. Kommunal to'lovlar kvitansiyalari, bank cheklari, qarz tilxatlari, bularning barchasi muhim hujjatlardir. Agar kimdir sizga biron bir narsa va'da qilsa yoki shartnoma shartlarini o'zgartirsa, buni yozma ravishda tasdiqlab oling. Qayerga borish kerak va qanday hujjatlar kerak? Notarius idorasi, vasiyatnoma tuzish, merosni rasmiylashtirish, shartnomalarni tasdiqlash uchun. Kerakli hujjatlar: pasport, mulk hujjatlari, kadastr, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, kadastr xizmati, mulk hujjatlarini tekshirish, kadastr ma'lumotlarini aniqlash uchun kerakli hujjatlar, pasport, mulk hujjatlari. Yuridik maslahat markazlari, advokatlar, murakkab huquqiy savollar, nizolar, shartnomalarni tahlil qilish uchun kerakli hujjatlar, pasport, muammo bilan bog'liq barcha hujjatlar. Mahalliy o'zi boshqarish organlari, mahalla fuqarolar yig'ini, ayrim ma'lumotnomalar olish, yordam so'rash uchun. Kerakli hujjatlar, pasport. Bu amaliy maslahatlarga amal qilish mulkingizni kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan ishonchli himoya qilishga yordam beradi. Unutmang, oldindan ko'rish va tayyorgarlik ko'rish eng yaxshi himoyadir. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz tomoshabinlar, bugungi videomiz yakuniga yetdi. Umid qilamanki, bugun men sizga bergan ma'lumotlar mulkingizning kelajagi haqida o'ylashga va tegishli choralarni ko'rishga undaydi. Unutmang, sizning mulkingiz
Bu sizning mehnatingiz va hayotingizning natijasi. Uni himoya qilish har bir insonning muhim burchidir. Oldindan tayyorgarlik ko'rish, barcha hujjatlarni tartibga solish, qarz majburiyatlarini hal qilish va to'g'ri vasiyatnoma tuzish. Bu sizni va oilangizni ko'plab muammolardan asraydi. Ehtiyotkorlik, ogohlik va huquqiy savodxonlik sizning eng kuchli qurolingizdir. Shu sababli har bir pensioner, har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi va ulardan foydalana olishi shart. Agar sizda savollar bo'lsa yoki videoda aytilgan ba'zi holatlarga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikr va tajribangizni yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalimizda sizni shu kabi dolzarb va foydali ma'lumotlar bilan muntazam tanishtirib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va mulkingizni asrang.